Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana Cobalt mashinasida Xudo xolasa mana Zinjaka bir yashirin funksiyalarini men sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Hozir mashinaga Magic qo'yilgan. Magic qo'yildi. Xo'p. Immo oznachogi yonib qolgan. Zapuska bermaydi. Xo'p, endi tak o'zini Xo'p, eshigimiz ochildi. Xo'p, mana o'zini pulti. Xudo xolasa o'shda zapuska beradi. Ko'rib turibsizlar, mashina yurib turibdi. Endi buni Zinjaka orqali o'qitamiz. Ko'pchilik bo'lmaydi deganlar, hozir ko'rsatib o'taman bitta-bitta. Xudo xolasa. Xo'p, bunga biz transponder tayyorlab olamiz, xudo xolasa. Xo'p, mana ekan X-Horse, XT20 universalniy transponderini tayyorlab oldik. Xo'p. Xudo xolasa, buni tayyorlash ham jarayonini ko'rsatib o'tishim mumkin. Buni telefonga bog'lab olamiz. X-Horse ga kiramiz. Xo'p, X-Horse ga kirgandan keyin buni tak mana ko'rib turibsizlar, ulanmagan, buni ulashimiz kerak bo'ladi. Ptichka chiqdi. Xudo xolasa ulandi. Xo'p, chip ID 46 qilib tayyorlab oldik. Xudo xolasa qani klonирование. Чтение chipi qilamiz. Tip ID 46, PCF 7946A разблокирован, клонируемый. Biz hozir mana chipimiz tayyor bo'ldi. Buni biz просто shunchaki yozib qo'ysak bo'ldi. Hop, bularni olamiz. Bizga bu kerak emas, chunki tayyor. Hop, X-Horse dan chiqamiz. X-Horse dan chiqib, tak X-Jack, Scanmatic emas, Zinjaka kiramiz. Hop, Zinjaka UBDga ulaymiz. Zinjaka yonida, xudo xolasa. Hop, buni подключение qilamiz. Так, функция обслуживания. Immobilizer reset. Окей. Так. Opel. O'qitishni Opeldan qilamiz. Включите зажигание. Hop. Anti-theft password reading bo'lsa, bu pin kod oladi. Bizga na mashina o'qitishimiz kerak bo'ladi. Так, Astra H. Immobilizer. Так, да.
nima deydi Muhammadjon? Suv qaynayotgan ekan. Xo'p. Smart kalitmi yoki smart kalit emasmi deyapti. With smart degani smart kalitmi, without smart degani oddiy kalitmi degani. Так, удаление кодов неисправности чтения поток данных. Bunda все ключи теряются, добавления yo'q. Значит, ikkinchi type'dan kiramiz. Ikkinchisidan qilmas ekan. Так. Without smart. Все ключи теряются. Xo'p, parolini teramiz. Xo'p, pin kodimiz tak 0465 bu pin kodni olib bo'lgandik. Xo'p, включаем зажигание. Mana transponderni qo'yamiz joyiga. Вытаскиваем. Открыть и закрыть дверь водителя. Eshikni ochamiz. Okey. Xo'p. Зажигание yo'q deyapti. Yo'qlaymiz. Конфигурация ketdi. Выходить. Согласовать следующий. Окей. Выключить. Включаем зажигание. Вытаскиваем. Окей. Yangi kalit qo'ying deyapti. Biz transponderni mana yoniga qo'ydik. Так. Hop. Bo'layotgan vaqtda mana immobilizer oladi. Mana o'chib yonadi. Harakat qiladi. Kalitni o'chirdik. O'chir deyapti. Вытащить ключ. Hop, chipi bilan birga olamiz. Okey, bosamiz. Открыть и закрыть дверь водителя. Yopamiz. Okey. Konfiguratsiya ketdi. Xo'p. Zamok och deyapti. Zamok ochamiz, chip qo'yamiz. Yana qaytatdi-da. Zamok ochdik deymiz. Okey. Xudo xolasa mana 10 minutlik protseduramiz ham ketyapti. Xo'p. Выключить переключатель зажигания. O'chiramiz.
Zажиганиeni yoqamiz. Okey. Соответствие завершено. Hop, men sizlarga yolg'on bo'lmasligi uchun hop, mana X-Horse kalit pultini ishlatdim. Соответствие завершено zinjak bilan yozildi. Hop, mana zinjak. Yonib turibdi, ubijiydi. Endi так. Pult ishlayapti. Как положено. Hop. Mobilizer o'chdi. Yurgizamiz, yuryapti. Pult X-Horse. Соответствие завершено. Окей. Mana xudo xohlasa transponder ham o'qitib oldik. Transponder qo'limda turibdi. Qo'yamiz. Ammo значок o'chish kerak. O'chdi. Hop. Sizlarga haqiqatga yaqin bo'lish uchun mana xudo xohlasa mog'masdan cho'tka ishlaydi. Mana transponder joyi. Transponder mana shu joyga joylab qo'ydim. Transponderi katushkadan oladigan bo'lsak, значок yonadi. Yurmaydi, mana zapusk yo'q. Zamok qaytaramiz. Transponderi joyiga qo'yamiz. Xudo xohlasa mana zamok ochamiz. Bu haqida videoni anchadan beri qilaman deb yurgandim, hali vaqt bo'lmaganda, xudo xohlasa mana bu ham bo'ldi. Xo'p, xudo xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishing mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Diagnostika sohasini o'rganmoqchi bo'lgan yosh ustalarga ham bemalol aloqaga chiqishing mumkin. Xudo xohlasa ishlaringizni o'rgatishdan chiroyli qilib o'rgatib, ishinglarni bitirib qo'yamiz. Xudo xohlasa.